9-may xotira va qadrlash kunida shu munosabat bilan butun respublikamiz, butun soliq tizimi, nafaqaga chiqqan insonlarni, o'zimiz bilan birga ishlagan insonlarni bir qadrlash uchun xonadoningizga kelib turibmiz. Raisimizni tashabbuslari bilan sizni mana bayramga bir tabriklash uchun keldik. Tabriklaymiz bayram bilan. Mana shuncha qadrlab kelsiz bizlarni, sizni Xudo qadrlasin, rahmat berganingiz uchun. Prezidentimiz hamma sharoitni yaratib qo'ygan. Faqat nima qilish kerak? Ishlash kerak. Prezidentimizning umrlari uzoq bo'lsin, olib borayotgan ishlariga omad bo'lsin, sizlarning ishlaringizga ham Alloh madadkor bo'lsin. Qariyalarni eslab xabar olib berganlaring uchun sizlarga kattadan katta rahmat tilaymiz.